Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizning qadrli tomoshabinlari. Bugun men siz bilan shuni muhokama qilmoqchimanki, bu har birimiz uchun, oilamiz uchun, kelajagimiz uchun eng muhim mavzu desam aslo xato bo'lmaydi. Biz bugun pensiyalar kesildi. 2026 yilda pensiya to'lovlarining yangi qoidalari degan dolzarb mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim ma'lumot. Ushbu o'zgarishlar haqida bilishingiz shart. Chunki hozirgi harakatlaringiz kelajakdagi pensiyangiz miqdorini belgilaydi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Har bir so'zimga e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki unda sizning pensiyangizni saqlab qolish va hatto oshirish bo'yicha amaliy maslahatlar beriladi. Ayni damda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalo keling, pensiya tizimi qanday ishlaganini eslab olaylik. An'anaviy pensiya tizimi ko'pchiligimiz unga ko'nikib qolganmiz. Odatda sizning ish stajingizga va ma'lum bir davrdagi, masalan, oxirgi 5 yildagi yoki ketma-ket istalgan 5 yildagi o'rtacha ish haqingizga asoslangan edi. Oddiy qilib aytganda, siz qancha uzoq ishlasangiz va maoshingiz qancha yuqori bo'lsa, pensiyangiz ham shuncha katta bo'lardi. Bu tizim juda tushunarli va ko'pchilik uchun bashoratli edi. Masalan, agar siz 2 yil davomida yuqori maoshli ishda ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqaningizda ishonch bilan yuqori pensiya olishingizni kutishingiz mumkin edi. Davlatning kafolatlari mavjud edi va odamlar o'z kelajagiga nisbatan xotirjam edilar. Hozirgi kunda ham ushbu tizim ma'lum darajada faoliyat ko'rsatmoqda, ammo 2026 yildan boshlab jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Xo'sh, 2026 yilda nima o'zgaradi? Ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi bizda ham pensiya tizimini isloh qilishga qaratilgan harakatlar boshlandi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari demografik vaziyat, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zaruriyati va umuman pensiya tizimining uzoq muddatli samaradorligini oshirish istagi bilan bog'liq. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiyani hisoblashning butun mexanizmi tubdan o'zgaradi. Endi pensiya nafaqat ish staji va o'rtacha ish haqi asosida, balki yangi, yanada murakkab ballar tizimi orqali hisoblanadi. Bu tizim sizning har yillik sug'urta badallaringizga, ya'ni sizning ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan pul miqdoriga bevosita bog'liq bo'ladi. Har bir yilda sizning to'lagan badallaringiz ma'lum miqdordagi ballarga aylanadi. Pensiya miqdori esa pensiyaga chiqqaningizda to'plagan umumiy ballaringiz yig'indisi va har bir balning o'sha paytdagi qiymati asosida aniqlanadi. Bu yangi tizimning joriy etilishi, afsuski, ko'plab fuqarolarimiz uchun pensiya miqdorining sezilarli darajada qisqarishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa norasmiy ishlaganlar. Maoshining bir qismi konvertda berilganlar yoki ish stajida uzilishlar bo'lganlar uchun bu juda og'riqli bo'ladi. Sababi bunday hollarda pensiya jamg'armasiga to'langan badallar kam bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi. Bu esa to'plangan ballar miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalgi tizimda bu kamchiliklar unchalik sezilmasligi mumkin edi. Chunki hisoblashda faqat eng foydali 5 yillik ish haqi inobatga olinardi. Ammo yangi tizimda har bir ish yili, har bir to'langan badal hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu shuni anglatadiki, hozirdan boshlab kelajakdagi pensiyangizni qanday shakllantirish haqida jiddiy o'ylashingiz kerak. Batafsil tahlil. Nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu yangi ballar tizimini tushunish juda muhim. Keling, chuqurroq ko'rib chiqaylik. Ballar tizimining asosiy g'oyasi shundaki, sizning pensiya jamg'armasiga to'lagan har bir so'mingiz ma'lum bir pensiya balliga aylanadi. Bu ballar yil davomida to'plangan sug'urta badallarining umumiy miqdoriga va o'sha yildagi o'rtacha ish haqi fondiga qarab hisoblanadi. Masalan, agar sizning maoshingiz mamlakatdagi maoshdan 2 barobar yuqori bo'lsa va siz to'liq badal to'lagan bo'lsangiz, bir yilda ko'proq bal to'playsiz. Aksincha, agar sizning maoshingiz kam bo'lsa, ballaringiz ham shunga mos ravishda kamroq bo'ladi. Pensiyaga chiqqaningizda barcha to'plangan ballar yig'iladi va har bir balning o'sha paytdagi qiymatiga ko'paytiriladi. Bu balning qiymati har yili davlat tomonidan indeksatsiyalanadi, ya'ni inflyatsiyaga qarab oshirib borishi kutilmoqda. Xo'sh, kimlar xavotir olishi kerak? 1. Norasmiy ishlagan fuqarolar. Agar siz konvertda ish haqi olgan bo'lsangiz yoki umuman hech qanday rasmiy shartnomaga ega bo'lmagan bo'lsangiz, demak sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagan.
Bu sizning bolaringiz 0 ga teng bo'lishini anglatadi. Masalan, Sarvar aka 45 yoshda. U so'nggi 15 yil davomida xususiy korxonada norasmiy ravishda yuqori maosh olib ishlagan. Avvalgi tizimda u oxirgi 5 yildagi yuqori maoshini tasdiqlagan holda yaxshi pensiya kutishi mumkin edi. Ammo yangi tizimda uning nomidan hech qanday badallar to'lanmagani uchun u umuman ball to'plamagan. Natijada u faqat minimal pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, agar umuman bunga ham haqli bo'lsa. Bu uning uchun juda jiddiy moliyaviy muammo tug'diradi. Ikkinchi, ish stajida katta uzilishlar bo'lgan shaxslar ba'zi sabablarga ko'ra, masalan, bolalarga qarash, chet elda ishlash yoki uzoq muddat ishsiz qolish tufayli ish stajida uzilishlar bo'lganlar ham katta xavf ostida. Masalan, Gulnora opa 25 yoshda. U 20 yil davlat ishida ishlagan. Keyin 10 yil davomida bolalarga qaragan va bu davrda rasmiy ravishda ishlamagan. Uning ish staji jami 20 yil bo'lib, uning bir qismi yangi tizim joriy etilishidan oldin bo'lgan. Ammo yangi tizimda uning bolalarga qaragan eng yillik davri, agar bu davr uchun maxsus qonuniy imtiyozlar nazarda tutilmagan bo'lsa, ball to'planishiga hisoblanmaydi. Bu esa uning umumiy ballar sonini sezilarli darajada kamaytiradi. 3. Maoshi past bo'lganlar. Rasmiy ishlagan bo'lsa-da, maoshi juda past bo'lgan fuqarolar ham kam ball to'playdilar. Masalan, Dilorim opa 20 yoshda. U 25 yil davomida rasmiy ravishda. Ammo doimiy ravishda minimal ish haqiga yaqin maosh bilan ishlagan. Avvalgi tizimda uning staji yetarli bo'lganligi sababli u ma'lum bir pensiya miqdoriga umid qilishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning kam maosh tufayli to'plagan ballari ham kam bo'ladi. Natijada uning pensiyasi oldingi hisob kitoblarga qaraganda sezilarli darajada pastroq bo'lishi mumkin. 4. Chet elda ishlaganlar. Agar siz uzoq vaqt davomida chet elda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrda O'zbekiston pensiya jamg'armasiga badal to'lamagan bo'lsangiz, bu davr uchun ballar hisoblanmaydi. Chet eldagi ish staji faqat tegishli xalqaro kelishuvlar mavjud bo'lsa va badallar O'zbekiston jamg'armasiga o'tkazilgan bo'lsa, inobatga olinadi. Aks holda sizning chet eldagi mehnatingiz pensiyangizni shakllantirishda hech qanday rol o'ynamaydi. Kimga xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq xavotirlanishi mumkin. Biri, uzoq vaqt davomida rasmiy va yuqori maoshli ishda ishlaganlar. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida doimiy ravishda rasmiy ishlagan, yuqori ish haqi olgan va pensiya jamg'armasiga to'liq badallar to'lagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz yangi tizimda ham nisbatan yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, 6 yoshli professor Alisher aka. U 20 yildan ortiq muddatda davlat universitetida ishlagan. Doimiy ravishda yuqori maosh olgan va barcha badallari to'langan. Uning pensiyasi yangi ballar tizimida ham oldingi tizimdagi kabi yuqori darajada saqlanib qolishi kutilmoqda. Chunki u doimiy ravishda maksimal ballarni to'plagan. 2. Pensiyaga yaqin qolganlar. Agar o'tish davri mexanizmlari joriy etilsa, ko'pincha bunday islohotlar joriy etilganda, pensiya chiqishga yaqin qolgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus o'tish davri qoidalari joriy etiladi. Bu qoidalar ularga eski tizim bo'yicha hisoblangan pensiyani saqlab qolish imkonini berishi mumkin. Ammo bu qoidalar qanday bo'lishi hozircha to'liq aniq emas. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishlari lozim. Masalan, 59 yoshli Muhabbat opa. Uning 28 yillik ish staji bor va 20 yildan keyin pensiyaga chiqishi kerak. Agar o'tish davri mexanizmi unga eski qoidalar bo'yicha pensiya hisoblash imkonini bersa, u yangi tizimdan katta zarar ko'rmaydi. Aks holda uning so'nggi yillari uchun ballar kamlik qilib, pensiyasi kutilganidan past bo'lishi mumkin. 3. Maxsus imtiyozli toifadagi fuqarolar. Urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, ba'zi xizmatlar uchun maxsus pensiyalar oluvchilar uchun alohida qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar ham qayta ko'rib chiqilishi ehtimolini hisobga olish kerak. Istisnolar, tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar. Har qanday qoida o'z istisnolarga ega bo'lgani kabi, pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar ham bir qator istisnolarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu istisnolar pensiya qonunchiligida aniq ko'rsatiladi. Bolalarga qarash davri. Ayollar uchun bolalarga qarash davri ma'lum bir muddatgacha, masalan, har bir bola uchun 3 yilgacha, jami 6 yilgacha ish stajiga qo'shilishi va bu davr uchun maxsus ballar hisoblanishi mumkin. Bu ayollar uchun juda muhim, chunki ko'pincha aynan shu davrda ularning ish stajida uzilishlar yuzaga keladi. Masalan, 2 farzandli Shahnoza opa. Har bir farzandi tug'ilganda u 3 yildan uyda qolgan.
Agar qonunchilikda bu davr uchun ballar hisoblash mexanizmi nazarda tutilgan bo'lsa, uning umumiy ballar yig'indisi sezilarli darajada oshadi. Agar bunday imtiyoz bo'lmasa, uning 6 yillik staji bo'shlik bo'lib qoladi. Shuning uchun oila ayollar bu qoidaga alohida e'tibor berishlari kerak. 2 harbiy xizmat davri. Muddatli harbiy xizmat davri ham pensiya stajiga qo'shilishi va unga mos keladigan ballar hisoblanishi mumkin. Bu erkaklar uchun juda muhim omil. Harbiy xizmat o'tagan fuqarolar o'z xizmatlari bilan bog'liq hujjatlarni saqlab qo'yishlari va pensiyaga chiqqanda ularni taqdim etishlari shart. Nogironligi bo'lgan shaxslarga qarash davri. Nogironligi bo'lgan shaxsga qarash bilan bog'liq davr ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Bu odatda yaqin qarindoshlar uchun amal qiladi va maxsus shartlar asosida hisoblanadi. Misol uchun, keksa ota-onasiga 8 yil davomida qaragan Nozim aka agar ushbu davr uchun tegishli hujjatlarni rasmiylashtirgan bo'lsa, bu muddat uning stajiga qo'shilishi va unga qo'shimcha ballar berilishi mumkin. 4. Maxsus kasblar va sharoitlarda ishlash. Ba'zi xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun imtiyozli pensiya yoshlari yoki qo'shimcha ballar ko'zda tutilishi mumkin. Masalan, shaxtalarda, kimyo zavodlarida ishlaganlar uchun. Lekin bu imtiyozlar ham qayta ko'rib chiqilishi va shartlari o'zgarishi mumkin. Tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar 1. Hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi. Eng katta tuzoqlardan biri bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lmasligidir. Mehnat daftarchasidagi xatolar ba'zi ish joylarining rasmiylashtirilmaganligi. Hujjatlarning yo'qolishi yoki ularning haqiqiy emasligi pensiyangizni hisoblashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Eski ma'lumotlar bilan bog'liq har qanday nomuvofiqlik pensiya hisob kitoblariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Attobina birgina harfdagi xato ham pensiya tayinlanishini uzoq muddatga kechiktirishi yoki pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 2. Sug'urta badallarining o'z vaqtida va to'liq to'lanmasligi. Siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz ham, agar ish beruvchingiz sug'urta badallarini o'z vaqtida yoki to'liq to'lamagan bo'lsa, bu sizning ballaringizga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchilik xodimlar o'z ish beruvchilarining pensiya jamg'armasiga badal to'lash majburiyatini bajarayotganini tekshirib turmaydilar. Bu esa kelajakda achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, hovlida opa bir necha yil xususiy firmada ishlagan, uning ish haqi o'rtachadan yuqori bo'lgan. Lekin firmada buxgalteriya yomon yuritilganligi sababli uning nomidan pensiya jamg'armasiga muntazam badallar to'lanmagan. Pensiyaga chiqqanda u ushbu davr uchun kutilgan ballarni ololmaganini bilib hayratda qoladi. 30. Qonunchilikning doimiy o'zgarishi pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib borishi mumkin. Bugun amalda bo'lgan qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Ballarning qiymati, hisoblash formulalari, minimal staj talablari o'zgarishi mumkin. Bu har bir fuqarodan doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borishni talab qiladi. Shuning uchun mutaxassislarning maslahatlarini eshitib, yangiliklardan boxabar bo'lish juda muhim. 4. Onlayn ma'lumotlar bazalaridagi xatolar. Hozirda ko'plab ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda. Lekin bu bazalarda ham xatolar bo'lishi mumkin. Sizning ish stajingiz, maoshingiz yoki to'langan badallaringiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida noto'g'ri aks ettirilgan bo'lishi ehtimoli bor. Bu holatni oldindan tekshirish va tuzatish juda muhim. 5. Pensiya yoshining o'zgarishi. Dunyo tajribasini hisobga olsak, pensiya yoshining oshirilishi ham mumkin bo'lgan o'zgarishlardan biridir. Hozirgi kunda bu haqida rasmiy bayonotlar bo'lmasa-da, bunday ehtimolni nazardan qochirmaslik kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, yuqorida aytib o'tilgan barcha murakkabliklar va xavflarni inobatga olgan holda men sizga aniq bosqichma-bosqich harakatlar rejasini taqdim etmoqchiman. Bu reja sizning kelajakdagi pensiyangizni maksimal darajada himoya qilishga yordam beradi. 1. O'z mehnat stajingizni va to'langan badallaringizni tekshiring. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bundan tashqari, hozirda ko'pgina davlat xizmatlari onlayn shaklida ham mavjud. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytidan shaxsiy kabinetingiz orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjati pasport, mehnat daftarchangizning asl nusxasi va uning nusxasi. Agar boshqa ish stajini tasdiqlovchi hujjatlaringiz bo'lsa,
masalan diplom, harbiy bilet, ishga buyruqlar, ma'lumotnomalar. Ularni ham o'zingiz bilan olib boring. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan uchrashib, ulardan sizning jami ish stajingiz, har bir ish joyingiz uchun to'langan sug'urta badallarining miqdori va to'plangan ballaringiz haqida batafsil ma'lumot olishni so'rang. Bu ma'lumotni bosma shaklda olishga harakat qiling. Ulardan shaxsiy hisobingizdan ko'chirma berishlarini talab qiling. Har bir ish joyingiz bo'yicha, har bir yil bo'yicha ma'lumotni diqqat bilan tekshiring. Ish haqingizga mos kelmaydigan kam to'langan badallarni aniqlang. 2. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish. Mehnat daftarchasi xatolar. Agar mehnat daftarchangizda ism, familiyangizda ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalarida xatolar bo'lsa, darhol so'nggi ish joyingizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling va bu xatolarni tuzatishni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiviga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Badallar to'lanmaganlik holatlari. Agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida sizning nomingizdan badallar to'lanmaganligi aniqlansa, darhol so'nggi ish beruvchingizga murojaat qiling. Ulardan badallarni to'lashni talab qiling. Agar ular rad etsa, mehnat inspeksiyasiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu bilan hozirdan shug'ullanish juda muhim. Hozirdan kelajakni rejalashtirish, rasmiy ishlashga o'ting. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan rasmiy ishga o'tishga harakat qiling. Bu sizning nomingizdan sug'urta badallari to'lanishini va ballar to'planishini kafolatlaydi. Agar xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, o'zingizni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashtiring va pensiya jamg'armasiga badallarni muntazam to'lang. Qo'shimcha sug'urta agar imkoniyatingiz bo'lsa, davlat pensiya sug'urtasidan tashqari shaxsiy pensiya jamg'armalariga yoki sug'urta kompaniyalariga qo'shimcha badallar to'lash haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy xavfsizligingizni oshirishga yordam beradi. Moliyaviy savodxonlikni oshiring. Pensiya tizimi haqidagi bilimlaringizni doimiy ravishda oshirib boring. Mutaxassislarning maslahatlarini o'qing, videolarni tomosha qiling, qonunchilikdagi yangiliklarni kuzatib boring. Bilimli bo'lish bu kuch. 4. Mutaxassislar bilan maslahatlashish. Pensiya bo'yicha mutaxassislar, agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki sizda ko'plab savollar bo'lsa, pensiya huquqi bo'yicha mutaxassis yoki huquqshunos bilan maslahatlashing. Ular sizga individual maslahatlar berishi va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Maxsus pensiya hisoblagichlaridan foydalaning. Kelgusida pensiya jamg'armasining veb-saytlarida yangi ballar tizimiga asoslangan maxsus onlayn hisoblagichlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Ulardan foydalanib, hozirgi ma'lumotlaringiz asosida taxminiy pensiya miqdorini hisoblashingiz va o'zingiz uchun kelajakni rejalashtirishingiz mumkin. 5. Davlat organlariga yozma murojaatlar. Agar sizning arizalaringiz yoki so'rovlaringiz pensiya jamg'armasi yoki ish beruvchingiz tomonidan e'tiborsiz qoldirilsa, yozma murojaatlar qiling. Yozma murojaatlar rasmiy hisoblanadi va ularga qonuniy javob berish majburiy. O'z murojaatlaringizning nusxasini va ularning ro'yxatga olinganligi haqidagi tasdiqlashni saqlab qo'ying. Bu kelajakda sud orqali o'z huquqlaringizni himoya qilishda muhim dalil bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz pensiya tizimida kutilayotgan jiddiy o'zgarishlar haqida juda batafsil gaplashdik. Tushunishimcha, bu ma'lumotlar ko'pchiligimiz uchun biroz xavotirli bo'lishi mumkin. Ammo unutmasligimiz kerakki, har qanday islohotning maqsadi tizimni yanada adolatli va barqaror qilishdir. Eng muhimi, biz ushbu o'zgarishlarga tayyor bo'lishimiz va kelajagimizni himoya qilish uchun hozirdan harakat qilishimiz kerak. Passiv kutish bizga yordam bermaydi. Aksincha, faol bo'lish, o'z huquqlarimizni bilish va ularni himoya qilish uchun doimiy harakatda bo'lish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir. Men bergan amaliy maslahatlarga rioya qiling. O'z mehnat stajingizni tekshiring. Badallaringizning to'g'ri to'lanishini nazorat qiling. Norasmiy ishlashdan voz keching va kelajagingizni o'ylab harakat qiling. Bu faqatgina sizning pensiyangizni emas, balki butun oilangizning moliyaviy kelajagini belgilaydigan qadamlar bo'ladi. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling.
toki biz birgalikda moliyaviy savodxonligimizni oshirib, kelajakka ishonch bilan qaraylik. Keyingi videolarda uchrashguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.